Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, do'stlar? Hop. Mana shu yangilikni ko'ringlarchi. Bu yerda 1, 2, 3 4 xilni qilganmiz. 4 xil fasoni boshqa. Katta kichiligi boshqa. Bu avraziz uchun namuna uchun qilinyapti mana. Bu tomoni boshqa mana. Bu tomoni ham boshqa mana. Oldi ham yana boshqa. Nimaga desangiz, bu namuna uchun qilinyapti. Kim olib qanaqasini qilsam bo'lar ekan demaysizlarmi? Tayyor tanlov uni yoki boshqa fason bo'lsa aytasizlar, bunisi ham bo'laveradi mana yerda. Endi bu alyukafon emas, tunikafon, alyukafon fasonda qilingan. Bu ham narxi arzon chiqadi. Mana oralariga silka qo'yilsa dodda bo'ladi deydimi? Bu shiprni razmeri bilan bir xil. O'zimiz shipr bor-ku. O'shaning razmerida qalinligi 0.4 0.2 lik bo'ladi. Shunga qarab narxi oshib tushadi. Bunaqa razmerdagisi ham bo'ladi. Buni usti tosh, tarkibi nima desang, o'zi asli tagi tunikani ustidan bunaqa sinkni ustidan bunaqa tabiiy tosh qoplanadi. Bu nimaga? Misol uchun oddiy tunikada yomg'ir yog'sa shovqin chiqishi mumkin. Bunda shovqin ham chiqmaydi, o'zini o'zi utuplit ham qiladi. Issiqni ham sovuqni ham o'tkazdirmaydi. Bu mahsulotning garantiyasi 20 yil o'zimiz beramiz. Rangi o'chmasligiga, bunisi ko'chmasligiga 20 yil garantiya beramiz. Mana bu yerda bu toshidan ham bor. Milliy tabiiy toza tosh mana. Mana shunaqa tosh yopishtirilgan bu ustiga. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan. Yevropada ommalashgan. Bizga ham kirib kelib bo'lgan. Endi bizda ham olib kelib qo'ydik bor. Kimga kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar mana bu yerda. Sho'rumchada ham bu tomonga ham qoqilgan, Ro'shanbek. Mana chap tomonga ham shundan qoqilgan. Mana rangda razmerlar ko'rinmayapti nimada? Yaltirab. Ana. Mana ranglari. Bular Ro'shanbek qo'yib qo'yasizlar, ha? Mana bular lubochasi qo'yib qo'yadi bular. Mana aytayapti lubochasi dedi. Chiqorasizlar xullas aloqaga mana.